o'rtoqlar qaranglar. Umuman har bitta odam o'zini qiziqadigan narsasi bor. Men misol uchun montajga qiziqaman, o'shaning uchun maza qilib shu sohadaman-da. Montaj qilsam, videolarimni qanaqadir ommaga taqdim qilsam, menga yoqadi shu narsa. Aktyorskiy ham bor, bilasizlar. И вот kimlardir savdoga zo'r bo'ladi. Mana ko'pchilik aytadi, "Voy, opa, men savdoga zo'rman. Menga shunaqa kasb, shunaqa yo'nalish kerak" deydi. Mana marhamat, Barno G'ofurjonlarning kursi o'qinglar. Necha mingtadan ortiq o'quvchilar bor. O'zlari ham shunaqa kursni sotib olib, mana уже necha martadan kurs, necha potok kurslar o'tib o'zini biznesiga ega bo'lib, o'zini o'zi eplagan ofislari bor ayolda. Endi tasavvur qilinglar, sizlar ham bu bo'lmaydi, buni eplolmayman, ishonmayman, bunaqa bo'lmaydi deb o'tirsa odam o'tiraveradi. Mana ham misol uchun tushimga kirmagan 40 mingtadan oshiq podpischiking bo'ladi, sen reklamalar olasan, zo'r kompaniyalar bilan ishlaysan desa, to'g'ri sizlarga hozir oddiy tuyuladi, lekin bu meni yutug'im. Sizlar ham o'tirib bemalol shu yutuqlarga erisha olasizlar. Prosta sababini qilish kerak, o'qish kerak.